2026-yilgi Jahon chempionati ishtirokchisi Avstraliya milliy terma jamoasi haqida qiziqarli faktlar. Jamoa okeani qit'asida joylashgan bo'lib, uning poytaxti Sidney shahri hisoblanadi. Avstraliya futbol assotsiatsiyasi Osiyo futbol konfederatsiyasi a'zosidir. Avstraliya milliy terma jamoasi 2014-yilda o'tkazilgan Jahon chempionatidan so'ng ilk marotaba to'g'ridan-to'g'ri yo'llanmani qo'lga kiritdi. 23 bor o'tkazilgan mundial musobaqalarning 7tasida qatnashgan. Dastlabki ishtirokni 1974-yilda o'tkazilgan Germaniya mundialida boshlagan. Eng yaxshi natijasi nimchorak final 2006-2022. Mazev Lekki va Mazev Ryan Avstraliya milliy terma jamoasi safida mundiallarda eng ko'p uchrashuv o'tkazgan futbolchilar. Tim Cahill mundiallar tarixida Avstraliya terma jamoasi safida eng ko'p gol urgan futbolchi 5 ta gol. Brett Holman Avstraliya terma jamoasi safida mundiallar tarixida eng yosh maydonga tushgan futbolchi. Tim Cahill Avstraliya terma jamoasi safida mundiallar tarixida eng keksa maydonga tushgan futbolchi 34 yosh. Avstraliya D guruhdan o'rin olib, uning raqiblari AQSh, Paragvay va Turkiya. Mundialning birinchi turida Turkiya bilan bahs olib boradi. Ikkinchi turda AQSh bilan, uchinchi turga kelib esa Paragvay bilan bahs olib boradi.